Bugun vitaminlarga boy salat o'rganamiz. Qani boshladik. Qizlarjonlar, birinchi ishimizni karamlarni mayda somoncha qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Ya'ni qattiq joylari bo'lsa olib tashlaydi. Qildek qilib to'g'raysizlar qizlar. Qizlarjonlar, salatimizni yana ham mazasini ochib berish uchun balzamический suv solamiz. Qizlarjonlar, salatimiz tayyor. Endi buni eng chiroyli joyi bu stolda chiroyli podacha qilishimizdir. Albatta, souslardan foydalanishingizni maslahat beraman.